Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Kamina Mirqodirov Farruh. Bugun sizlar bilan leksikologiya bo'limidan boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lamiz. Qani ketdik. Xo'p, dars avval biz leksikologiya o'zi nimani o'rganishligini bilib olishimiz kerak. Leksikologiya so'z va uning ma'nolarini o'rganadigan bo'lim. Xo'sh, so'z bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? So'z bo'lishi uchun avvalambor unda ma'no bo'lishi kerak. Misol uchun ko, so, g'ul birliklari so'z emas, chunki ularda ma'no yo'q. Har bir so'zda ikki xil ma'no bo'ladi. Birinchisi lug'aviy, ya'ni atash, leksik ma'no, ikkinchisi grammatik ma'no. Atash ma'noga keladigan bo'lsak, atash ma'no so'zlarning borliqdagi qanday narsa, hodisalar, belgi xususiyatlar va harakat holatini bildirishi. Bu uning atash ma'nosi deyiladi. Masalan, olma so'zining atash ma'nosi meva, yugurmoq so'zining atash ma'nosi harakat, muzlamoq so'zining atash ma'nosi holat, shirin atash ma'nosi ta'm, qizil atash ma'nosi rang. Misol uchun telefon desak, atash ma'nosi qurilma, Dilshod desak, atash ma'nosi ism bo'ladi. Xo'p, biz atash ma'no nimaligini tushunib oldik. Ya'ni borliqdagi ma'no uni atash ma'nosi ekan. Endi ikkinchi ma'no bo'lgan grammatik ma'noga o'tamiz. Grammatik ma'no deb so'zning qaysi so'z turkumiga mansubligi va uning qanday qo'shimchalardan tashkil topganligi uning grammatik ma'nosi deyiladi. Misol uchun, yugurmoq so'zini tahlil qilib ko'ramiz grammatik jihatdan. So'z turkumi fe'l, so'rog'i nima qilmoq. Biz bu yerda grammatik ma'noga so'rog'ini ham kiritib ketsak bo'ladi albatta. Qo'shimchasi esa moq. Demak, menga biror bir so'z berib, grammatik jihatdan tahlil qilib bergin desa, 3 ta narsasini topaman. So'z turkumini, so'rog'ini, qo'shimchasini. Biz yuqorida yugurmoq so'zini tahlil qildik. So'z turkumi fe'l, so'rog'i nima qilmoq, qo'shimchasi moq. Grammatik ma'noga ham ega bo'ldik. Endi bir va ko'p ma'noli so'zlarga o'tamiz. Bir ma'noli so'z nima? Ko'p ma'noli so'z nima? Hozir buni farqlaymiz. Bir ma'noli so'z gap ichida ham, gap tashqarida ham bir ma'noni bildiruvchi, faqat bitta ma'noga ega bo'lgan so'zlar. Misoldan choynak. Biz uni matnning ichiga olib kirsak ham, tashqarida ishlatsak ham, faqat bitta ma'nosi bor. Choynak, ya'ni biz choy soladigan idishimiz. Uni boshqa ma'noda qo'llab bo'lmaydi. Piyola, shefer, ruchka, kompyuter, lizing, randa, bahor, parta degan so'zlarimiz ham bir ma'noli so'zlar sirasiga kiradi. Bu yerda albatta bahor so'zimiz qattiq h deb kelib qolibdi, aslida yumshoq h bo'ladi. Bu bilan sizni imloviy bilimingizni tekshirdik. Balki ichingizda aytgan bo'lishingiz mumkin. Bahor yumshoq h edi-ku deb. Demak, sizda imlodan ilmingiz bor. Ko'p ma'noli so'z nima? Ko'p ma'noli so'z gap tashqarisida bir ma'noni, gap ichida boshqa ma'noni bildiruvchi so'zlar. Ya'ni ular ko'chma ma'noga ega bo'ladi. Misol uchun, achchiq nutqdan tashqarida achchiq qalampir, lekin gap ichida achchiq hayot deyishim mumkin. O'z ma'nosi qalampir, ya'ni qalampir achchiq bo'ladi. Ko'chma ma'nosi esa, ya'ni gapdan tashqari ma'nosi achchiq hayot shaklida keladi. Ya'ni hayot achchiq bo'lmaydi. Misol uchun shirinni olsak, shirin taom desak bo'ladi. Taom rostdan ham shirin bo'lishi mumkin. O'zining ma'nosi. Lekin gap tashqarisida ko'p ma'noli qilsak, gap ichida shirin bola deyishimiz mumkin. Bolani biz yeb ko'rmaymiz, uni ta'mini ko'rmaymiz, lekin qo'shimcha ma'noda qo'llashimiz mumkin. Keyingi qisqa mavzumizga o'tadigan bo'lsak, ko'p ma'noli so'zlarda o'z va qo'shma ma'no bo'ladi. Yuqorida ta'kidladim, o'z ma'nosi, qo'shma ma'nosi deb. Endi shuni to'liq o'rganamiz nimaligini. Ko'p ma'noli so'zlarda o'zining ma'nosi bo'ladi va bundan tashqari qo'shma ma'noga ham ega bo'ladi bunday so'zlarimiz. Misol uchun, o'z ma'no so'zning gap tashqarisidan anglatgan ma'nosi. So'zni eshitganimizda hayolimizga birinchi keladigan ma'nosi o'sha so'zni o'z ma'nosi deyiladi. Misol uchun,
Ko'z degan so'zimiz o'zini ma'nosi bu insonni ko'rish a'zosi. Burun, nafas olish a'zosi. Sho'r atash ma'nosi, ya'ni o'z ma'nosi ta'm. Shaftoli atash ma'nosi meva. Muzlamoq yuqorida aytdik. Atash ma'nosi holat, ya'ni o'zini ma'nosi. Eshik deyishim mumkin, o'zini ma'nosi buyum deyman. Endi buni ko'chma ma'nosi ham bor. So'zning boshqa so'zlar bilan gap ichida anglashilgan ma'nosi ko'chma ma'no deyiladi. Misoldan biz boya ko'z degan so'zni a'zo dedik. Endi ko'chma ma'nosida tekshirib ko'ramiz. Ko'z degan so'zimizning ko'chma ma'nosi derazaning ko'zi. Derazani ko'zi bo'ladimi? Bo'lmaydi. Lekin biz uni ko'chma ma'noda ishlatamiz. Derazaning ko'zi, uzukning ko'zi, daraxtning ko'zi deb ishlatishimiz mumkin. Burun degan so'zimiz, albatta buni bildik. A'zo. Endi ko'chma ma'nosi dengizning burni. Dengizning burni bo'lmaydi, lekin biz ko'chma ma'noda qo'llasak bo'ladi. Dengizning burni. Sho'r, peshona. Ko'chma ma'noda qo'llaymiz. Yo bo'lmasa boyangi yugurmoq so'zini oldik. O'z ma'nosida harakat dedik. Endi ko'chma ma'noda qo'llab bergin desa, uning yuziga kulgu yugurdi. Kulgu yugurmaydi. Demak, u ko'chma ma'noda. Yo bo'lmasa dum degan so'zni olishimiz mumkin. Bu qaysidir hayvonning a'zosi, lekin samolyotning dumi desak, ko'chma ma'noda samolyotning dumi bo'lmaydi. Xo'p, do'stlar, biz sizlar bilan bir ma'noli va ko'p ma'noli o'z va ko'chma ma'noli so'zlarni tushunib oldik degan umidda bizlar, tushundingiz degan umidda bizlar. Agar tushunmagan bo'lsangiz, videoni qayta ko'ring. Xo'p, endi ma'no ko'chish usullariga o'tamiz. Ma'no ko'chishning nima asosida ro'yobga chiqishiga ko'ra 4 turi bor. 4 turi. Birinchisi metafora, ikkinchisi metonimiya, uchinchisi sinekdoha va to'rtinchisi vazifadoshlik. Va nimaga men vazifadoshlik degan so'zni qizil shrift bilan yozdim? Chunki bu maktab darsliklaridan chiqib ketdi. Vazifadoshlik degan narsa endi tushish ehtimoli ham yo'q. Chunki darslikdan chiqib ketdi. DTMD milliy sertifikatlarda tushadigan savollar albatta darslik asosida tushadi va shunga asoslanib bizlar vazifadoshlikni tushunmaydi degan xulosani bersak bo'ladi. Darslikda yo'q. Va shuning uchun biz metafora, metonimiya, sinekdoha degan ma'no ko'chish turlarini siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi metafora. Metafora bu yunoncha so'zdan olingan bo'lib, ko'chirish, ko'chirma degan ma'noni bildiradi. Bir predmet nomini boshqa predmet nomiga o'xshashlik asosida ko'chirish. O'xshashlik asosida. Yaxshilab eslab qoling. O'xshashlik asosi. Ya'ni odamning ko'zi, daraxtning ko'zi. Men sizlarga qisqacha va dehqoncha variantini o'rgatib qo'yaman. Berilgan gaplardan metaforani topgin desa, men nimani topishim kerak desa, biz yuqorida o'tgan ko'chma ma'noli so'zlarni gapda topsak, o'sha metafora usulida ko'chgan bo'ladi. Ya'ni metafora usulida ko'chish bu ko'chma ma'nodagi so'zlar keladi. Misollarga qaraymiz. Odamning ko'zi o'z ma'nosi, ya'ni a'zo. Daraxtning ko'zi bu metafora. Chunki daraxtning ko'zi bo'lmaydi. Prosta odamning ko'ziga o'xshaganligi uchun daraxtning ko'zi. Daraxtning ko'zi deb beramiz. Odamning qulog'i a'zosi, qozonning qulog'i. Qozonning qulog'i bo'lmaydi. Bu metafora. Insonning burni, dengizning burni. Qaysi birida ko'chma ma'no bor, ya'ni metafora bor desa, albatta dengizning burnida bor. Chunki dengizning burni bo'lmaydi. Insonning burni bo'ladi, bu a'zo, o'z ma'nosida. Insonning yuzi bu asl ma'nosi. Endi metaforaga o'tamiz. Stolning yuzi deyishimiz mumkin. Sahnaning yuziga sahnani yuzini ko'rdi deymiz. Yer yuzida yuribman deymiz, qo'shma ma'noda. Ko'ylakning tugmasi. Endi metaforaga bo'lsak, eshikning tugmasi, ya'ni buriydigan joyni eshikning tugmasi deyishimiz mumkin va biz buni metafora deb olamiz. Boyaga olgan so'zlarimiz ham samolyotning dumi, achchiq hayot, og'ir ish, yengil taom, shirin bola,
degan so'zlarimiz ham ko'chma ma'noda kelganligi uchun biz ularni metafora deb olamiz. Va esingizda saqlab qoling, hayvonlarni va o'simliklarni nomi insonlarga ism sifatida qo'yilsa, ular ham metafora bo'ladi. Masalan, hayvonlardan bo'rivoy, qo'chqorvoy, lochinbek degan so'zlarimiz, qo'zivoy, bular ham metafora bo'lib keladi. O'simliklar, sarimsoq, bu albatta odamning ismi, lola, keyingisi yana nima deyish mumkin, o'simliklardan qaysi ismlar bor? Kunafsha bor. Ya'ni o'shalarimiz metafora deb olinadi. Biz bu yerda keltirmaganmiz. Albatta bu ham muhim ma'lumot. Uni yozib olishingizni so'rar edik. Keyingisi metonimiya. Metonimiya yunoncha so'z bo'lib, qayta nomlash degani. Narsa va hodisa o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik asosida birining nomini ikkinchisiga ko'chishi. Va men sizga buni dehqoncha variantini o'rgataman. Metonimiyani topgin desa, nimani topaman degan savolga gapda bitta so'z tushib qolgan bo'ladi va u albatta metonimiyani hosil qiladi. Sizni gapingizda bir dona so'z tushib qolgan bo'lsa, bu yerda metonimiya bor. Masalan, dasturxonga qarang degan so'zimiz bor. Bu albatta metonimiya, so'z tushib qolgan. Dasturxondagi nozu ne'matlarga qarang. Bu yerda nozu ne'matlarga degan so'zimiz tushib qolgan. Navoiyni o'qib yuribman. Navoiyga qanaqa o'zini olib o'qib yurib bo'lmaydi. So'zi tushib qolgan. Navoiyni asarini o'qib yuribman. Navoiyni g'azalini o'qib yuribman desa, asarini yoki g'azalini degan so'z tushib qolgan bo'lishi mumkin. 16 ga kirdim, ya'ni 16 yoshga degan so'z tushib qolgan. Bir kosani simirdim. Bir kosa nimanidir? Suv simirgan, sho'rvani simirgan, ovqatni simirgan bo'lishi mumkin. Yana misoldan, men Toshkentda yashayman, Toshkent viloyatida yashayman bo'ladi. Ya bo'lmasam 106 ni kutyapman, 106-chi avtobusni kutyapman bo'ladi. Choyga o'tiring deydi. Choy ichishga o'tiring. Choyni o'zini ustiga o'tirmaydi-ku. Choy ichishga o'tiring bo'ladi. Ya'ni qisqa qilib aytganda metonimiyada bitta so'z tushib qolgan bo'ladi. Keyingisi sinekdoha, yunoncha birgalikda anglash ma'nosini bildiradi. Bo'lak orqali butun orqali qismni ifodalash usuli va siz albatta topdingiz buni. Burunmas butun orqali qismni bo'lishi kerak edi. R o'rnida T bo'lishi kerak edi. Bu imloga xato ketib qopti. Biz buni ataylab qilganmiz. Sizni diqqatingizni jamlash va imlodan bilim darajangizni bilish uchun qildik. Va siz buni topdingiz. R emas T bo'ladi. Xo'p, qism orqali butunni ifodalash bu qanaqa bo'ladi? U tirnoqqa zor. Qism tirnoq, butun esa farzand. Tirnoq farzandga ishora qilyapti. Qisqa va dehqonchasi bir so'z boshqa so'zga ishora qiladi. Ya'ni qismi butuniga ishora qiladi, butuni qismiga ishora qiladi. Keyingisida uyda qora ko'zlarim kutyapti. Qora ko'z bu qism, nimani qismi? Farzand, ya'ni bolalari qismi. Uyda meni qora ko'zlarim, ya'ni bolalarim kutyapti. Qora ko'zlar degan so'z bolalarga ishora qilyapti. Butun orqali qismni ifodalash. Qush daraxtga qo'ndi. Qush daraxtga emas, uni qismi bo'lgan shoxiga qo'nadi. Daraxt shoxga ishora qilyapti. Yokida u qo'lini kesib oldi. Qo'li emas, barmog'ini kesib oldi. 5 qo'l barobar emas, 5 qo'l emas, u qo'l barmoqqa ishora qilyapti. 5 barmoq barobar emas bo'ladi. Ya bo'lmasam gulni chakkangga taq. Chakkaga emas, chakka qismida joylashgan qulog'ingga taq bo'ladi. Ya'ni sinekdoha qisqa qilib aytganda biror bir narsani qismi uni butuniga, butuni esa qismiga ishora qiladi. Leksikologiyani boshlang'ich tushunchalari bo'yicha bilimingiz oshdi degan umiddamiz.
va bizni kuzatishda davom eting. Biz hali bundanda qiziqarli ma'lumotlarni sizga ulashishda to'xtamaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.